Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan rus tilini o'rganishning eng zavqli va eng samarali va eng muhimi siz zerikmaydigan usul haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz kitoblar, daftarlar, quruq grammatikani o'rganib charchab ketdingiz. Men sizga shuni aytmoqchimanki, til o'rganishning azobli usuli emas, zavqli usulda ham o'rgansa bo'ladi. Tasavvur qiling. Siz o'zingiz yoqtirgan filmni ko'ryapsiz, o'zingiz sevgan qahramoningiz bilan birga kulyapsiz, hayajonlanyapsiz, asab bo'lyapsiz va shu bilan birgalikda rus tilini o'rganyapsiz. Nima sababdan film orqali rus tilini o'rgangan yaxshi? Rus tilini film orqali o'rganayotganingizda siz birinchidan hech qanaqa fizikiy yoki bo'lmasam aqlingizni ishlatib bir narsani o'rganishingiz kerak bo'lmaydi. Siz oddiy maroq olib rus tilini o'rganasiz. Bu bir. Ikkinchidan, siz so'zlarni qayerda va qanday qilib ishlatish kerakligini ko'rib borasiz. Ya'ni qahramon asab bo'lganda qanday so'zlarni ishlatdi, quvonganda qanday so'zlarni ishlatdi, ko'chada do'stlari bilan bo'lganda qanday so'zlarni ishlatdi va hokazo. Umumiy qayerda qanday so'zlarni ishlatish kerakligini siz ko'rib borasiz va ularga qanday to'g'ri urg'u berish kerakligini ham birato'lasi o'rganib borasiz. Bu esa ruschasiga aytganda gлаголы mavzusini bir yo'lakay o'rganib borasiz. Uchinchidan, siz rus tilidagi so'zlarni aksentsiz, ya'ni kamchiliklarsiz o'rganib borasiz. Ya'ni filmda hamma so'zlar tabiiy chiqadi va rus tilida qanday aytilgan bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa ularni o'zingizga o'zlashtirasiz. Darslarda esa ko'pincha grammatikalar va juda ham badiiylik sizni bezikishga olib keladi. Xo'sh, kino orqali qanday o'rganamiz? Ana endi videomizning eng kulminatsion nuqtasiga ham yetib keldik. Demak, birinchi qadam, o'zingiz yoqtirgan eng sevimli filmingizni rus tilidagi subtitrli variantini qo'yamiz. Va menga misol uchun Johnny English filmi juda ham yoqadi, shu sababdan buni tanladim. O'zimiz yoqtirgan eng yaxshi sahnasiga qo'yib olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz, filmni o'rtacha 3 daqiqa tomosha qilamiz va undagi bizga notanish bo'lgan so'zlarni daftarimizga yozib boramiz. Ну, порядок еще слабо сказано, сэр. Это место самое защищенное и охраняемое. О боже, какой кошмар! Напоминает ручку из спецбоекомплекта. Xo'p, ana endi videoni boshlagan joyimizga qaytaramiz va qahramon qanday nutq so'zlagan bo'lsa, ya'ni qaysi gaplarni ishlatgan bo'lsa, biz ham u bilan birgalikda takrorlashga urinib ko'ramiz. Birinchi qilganingizda o'xshamasligi mumkin, qahramon gapirganda chiroyli nutqda so'zlamasligingiz mumkin, grammatik ошибкалар, ya'ni xatolar qilishingiz mumkin. Bu odatiy hol. Aytishganidek, taxtani ham randalab tekis qilishadi. Siz ham qayta urinsangiz, bu natijaga bemalol erisha olasiz. Xo'p, demak, keyingi qadamimiz endi qahramonning obraziga kirib harakat qilib ko'ramiz gapirishga. Bu narsa bizga nimaga yordam beradi? Vaziyatni ichiga kirishga va so'zlarni o'zimizga singdirib olishimizga. Men sizga hozir o'xshatib beraman. Ну, порядок еще слабо сказано, сэр. Ну, порядок еще слабо сказано, сэр. Это место самое защищенное и охраняемое. Это место самое защищенное и самое охраняемое. Demak, kino orqali rus tilini o'rganayotganingizda bitta narsaga qattiq e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Kinodagi so'zlarni yodlamang, iboralarni yodlang. Misol uchun, deylik, stol emas, stolni o'zini emas, ish stoli, dars stoli, mehmonxona stoli, iboralarni yodlang. Kino orqali rus tilini o'rganayotganingizda bir narsaga ahamiyat berishingizni qattiq iltimos qilgan bo'lardim. Birinchi navbatda faqat so'zlarni o'zini yodlab qolmang, iboralarni yodlang. Misol uchun, stol emas, ish stoli, dars stoli, mehmonxona stoli. Shundagina siz bir vaqtning o'zida bir nechta so'zlarni yodlab borasiz. Misol uchun, bunday vaziyat xuddi menda ham bo'lgan. Siz Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi filmini albatta ko'rgansiz va u yerda bir jumla bor. Tansuyut vse degan. Aynan qizg'in davrida yoki bo'lmasam bir og'aynilar bilan o'tirganda men shu jumlani ishlataman. Bu ham kinoning ta'siri. Aytganda, siz agar 3 oy ichida rus tilida erkin muloqot darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, bizning razgovor o'z onlayn maktabimizning kurslariga hozir qabul boshlangan. Kurslarimiz interaktiv metod asosida O'zbekistonda yagona bo'lgan metod asosida ishlab chiqilgan va natijaga 100% kafolat beriladi. Agar 3 oyda natijaga erishmasangiz, to'lovingiz to'liq qaytarib beriladi. Ma'lumot uchun aytaman, ushbu usul orqali bemalol yurgan yo'lingizda rus tilini o'rgansangiz bo'ladi. Agar siz rus tilida ozgina tushunchaga ega bo'lsangiz, unda sizda yanada ko'proq imkoniyat bor. Misol uchun,
musiqa orqali, radio orqali, o'zingiz yoqtirgan dasturlarni ko'rish orqali ham rus tilini bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Faqat iltimos qilgan bo'lardim, o'rganayotgan materiallaringizga ehtiyot bo'ling. Chunki ularda boshqacha g'oya, boshqacha ma'no bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham birinchi navbatda kino yoki musiqalarni eshitayotganingizda ularni ma'nosini tushunishga harakat qiling. Va yana bir kichik eslatma, rus tilini o'rganayotganingizda ko'p xildagi janrlardan foydalansangiz, sizni dunyoqarashingiz va so'z boyligingiz o'sishiga anchagina yordam beradi. Demak, shu bilan videomiz yakunlandi. Yangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni rus tilini o'rganishda qiynalayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.